Baliq tashlab mana. Qo'ldimi? Mana ustakalar keldi. Boshlaychi Umid aka. Prizga nimaligini ayting. Yo'q, aytmaydi. Bormi? Bor. Prizimiz bor. Sirdi. Ha. Yo'q, bor deb qo'ysangiz bo'ldi. Sovrinlar bor. Mayda chidasi yo'q ekan. Bir xilda. Katta baliq. 1 kiloya? Ha, eng kichigi. Qachi. Advoyjon. Eshityapti. Bochka qolsa bo'ldi. Nari chap qo'lingiz bor ekan xolos. Bugun netga qilmaymiz, hozir. Nimaga? Yo'q. To'g'ri olib kelganman, eng kattasi tutganga beriladi. Soat 4 da tortamiz. Bu baliq yemaydi-yu. Voy! Bu endi o'ziga kelib olgan. Nega ko'raman? Baliq tashlayapti. O. Oldin ajini urib ketibdi. Ajini urib ketdi. Men olib qo'yaverman. Jaqishak O chiqadi. Qo'ltig'idan yeyapti-yu. Qo'ltig'ida. Qo'ltig'idan yeydi. Haqiqatda g'alati ekan-a, Voy, ajab sandasida u. Tilla baliq ashmasmikin, hoji? Olib kirsammi? Asıl tilla baliq qo'ysiz bo'ladi. Qo'ltig'idan chiqadi baribir. Tilagini deymiz. Advoyjon. Tilagini. Tilla baliq keldi mana bizga o'rikka. Bitta olsa, bitta tilagini bajarar ekan. Ro'da emasdi, oldi boshqa ekan legini. Va 40-20 deyapti. ketdi baliqlar xudo xolasa. O'kmaydi endi bir marta. Usta bola. Tilla baliqmi? O'zini ocholmayapti. O'zini ocholmayapti, ashil. Tilla baliqni olib qo'ydi, Umid akam qizg'adi-da, bir qarcha emas ekan. Bo'pti, 50 ming bering, olib qo'yavering. O'rtaga surib yuboring. Ha, o'rtaga kirib ketsa bo'ldi, chiqarib keladi. Advoyjon, mana. Necha kilo aka bu? Toshni. 50 kilo. Yo'q, 51 kilomi? 51 kilo ekan. Nimaga bugun oz? 200 kilo bo'ladi. Ha. Shanba yakshanbaga katta sovrinimiz ham katta, balig'imiz ham katta.